Asal oyi emas, zahar oyi. Bizni mentalitetimiz judayam go'zal. O'zbekchiligimizni urf-odatlari judayam go'zal. Ota-onaga bo'lgan mehr-muhabbat, mehr-oqibatlar, yoshlarimizni ota-onalarga bo'lgan hurmati, mehrini balandligi bu bizni mentalitetimizni go'zal tomonlaridan bittasi. Lekin ba'zi kamchiliklarimiz ham yo'q emas. Bizda mentalitetimizda uchraydigan eng katta kamchiliklardan biri haqida bugun gaplashamiz. Meni ismim Shahnoza Tojiboyeva, man ginekolog reproduktologman. Minglab ayollarni ona bo'lishiga yordam bergan shifokorman. Bugun kanalimizda ayollarimizni, ayniqsa yangi kelinchaklarimizni qanday qilib hayot boshlanishlari haqida gapirib o'tamiz. Albatta biz go'zal kelinchaklarimizni chiroyli to'ylar bilan, chiroyli tadbirlar bilan xonadonimizda kutib olamiz va ularda asal oyi boshlanadi. Lekin o'zbeklarda bu asal oyi deb bo'lmaydi. Bizni kelinchaklarimiz qanaqa qilib turmush tarzini boshlaydi? Ular turmush qurgandan keyin ertasi kuniyoq paqirlarni ko'tarib, shpirgilarni ko'tarib, ko'chalarga chiqib, ko'chalarni tozalashga tushishadi, xonadonlarni tozalashga tushishadi. Yugur yelpib, hammani ko'nglini olishga harakat qilishadi. Xonadonda shirindan shakar taomlar tayyorlashga, o'zini hamma tomonlama chiroyli ko'rsatishga harakat qilishadi. Xonadondagi barcha a'zolarini, yosh qariyadan boshlab chaqaloqqacha hammani ko'nglini olishga harakat qilishadi. Va bu narsalar albatta ayollarimizni tez charchatadi. Bir oyga bormasdan kelinchaklarimizda depressiyalar boshlanadi. Nima uchun depressiya boshlanadi? Axir bu kelinchaklar hali kuyov bilan to'laqonli tanishib olmagan bo'ladi. Ko'p xonadonlarimizda axir to'ylar sovchilar orqali olib boriladi. Ya'ni kelin-kuyov hali bir-birini to'liq o'rganmasdan turib turmush qurishadi. Aynan turmush qurgandan keyin bular bir-birini o'rganish davrida bular katta stresslarga duchor bo'lishadi. Ya'ni qanaqa stresslar bizni xonadonlarimizda uchraydi? Bizni xonadonlarimizda yuqori sanab o'tilgan majburiyatlardan tashqari qo'ni-qo'shnilarimiz, qarindosh-urug'larimiz tomonidan har oy kelinchakda bo'ladigan o'zgarishlar haqida ma'lumot so'rab borishadi. Ya'ni yangiliklar bo'ldimi, qachon yangiliklar bo'ladi kabi savollar ayolda albatta stress bo'lishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari kelinchaklarimiz har oy o'zida hayz kelishini juda katta fojia bilan qabul qilishadi va bu uni stressini qayta paydo bo'lishiga sabab bo'ladi, kuchayib borishiga sabab bo'ladi, gormonal yetishmovchilik bo'ladi. Bular kechalari bilan shu haqda o'ylab chiqishadi. Nima uchun menda tezroq homiladorlik bo'lmayapti? Ani qo'shnim mendan keyin to'y bo'ldi, u homilador bo'ldi. Jiyanim mendan keyin turmushga chiqdi, u homilador bo'ldi. Men hali ham homiladorlik bo'lmadim. Menda organizmda nimadir yetishmovchiliklar bormi? Meni matkam детский matkamikin kabi savollar bilan o'zida kamchilik qidirishni boshlaydi va tabiiyki mana shunaqa negativ emotsiyalar ularda gormonal o'zgarishlar bo'lishiga, shu xonadonda endi stresslar bilan yurishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari bizni onajonlarimiz, hurmatli qaynonajonlarimiz ayolda shu kelinchaklarimizda har oy yangilik kutishadi va imo-ishoralar bilan yangilik bo'ldimi kabi ma'lumotlar so'rashlari bu kelinchaklarimizda ham albatta stresslar bo'lishiga sabab bo'ladi. Qanday qilsak bo'ladi? Shu choralarni qanday yechsak bo'ladi degan savollar ham bor. Ayolimiz bir yil davomida yangi xonadonga moslashuvga qo'yib berishimiz kerak. Yangi turmush qurgan kelin-kuyovlarni bir-birini yaxshi o'rganishlari uchun hech bo'lmasa ularni 15 kunga boshqa joylarga yuborishimiz kerak. Asal oylariga yuborishimiz kerak. Mayli oy bo'lmasin, asal haftasi bo'lsin, lekin boshqa joylarga ularga sovg'a tariqasida mana shunaqa chiroyli tabiat qo'ynilariga, mayli chet ellarga bo'lmasin. Bizni hududimizda juda chiroyli go'zal tabiatlarga ega bo'lgan maskanlar bor. Mana shu joylardan ayollarimizga, yigitimizga, kelin-kuyovimizga sharoitlarni yaratib, ularni bir-birini yana ham yaxshi o'rganishiga muhitlar yaratib berishimiz kerak. Ularni o'ynab kulib yashashiga ta'minlab berishimiz kerak. Ulardan ortiqcha so'rovnomalar, ortiqcha stresslar bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak va qizimiz xonadonimizga go'zal tariqasida moslashib olgandan keyin o'z-o'zidan uni organizmi homiladorlikka erishadi. Qizlarimizning eng katta muammosi bu
turmushga chiqqandan darrov testlar qilib o'zida homiladorlikni kutish. Aslida yangi kelinchaklar yangi xonadonga moslashib, turmush o'rtog'iga moslashishi kerak, jinsiy hayotga moslashishi kerak va mana shu moslashuv davridan yaxshi o'tgan qizlargina asabi tinch, ruhiyati sog'lom, o'ziga ishonchi bo'lgan baland qizlar tez homiladorlikka erishishadi. Agar shu kabi ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bu kanalimizda biz siz bilan ayollar salomatligi haqida suhbat olib boramiz.